zakaz keldi, dizayn keldi. Sizga nimadan boshlab, qanaqa protsesslardan o'tadi? Shular haqida Hop, birinchisi serial keladi. Ayrim seriallarni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Uni ham hozir jarayonni ko'rsataman. Hop, serial kelgandan keyin serialni tekshiramiz. Keyin zakaz tushadi. Zakaz tushgandan keyin har bitta zakazni back office uni atrobotka qiladi. Maket yasaydi, razmerlari, shtrix kodlari, agar smiklish bo'lsa, smikini tekshiramiz. Hamma narsasi sotuvni back officedan o'tgandan keyin u производствоga beriladi. Производствоga berilgandan keyin производствоning o'zini back office'ini atrobotka qiladi, unga plyonkalar tayinlaydi. Keyin qolipchi uni qolipini kelgan bo'lsa tayinlaydi. Shunga o'xshagan boshqa 800 razmerli zakazlar o'chirib qo'yiladi. Keyin birinchi jarayon cho'tdan boshlaniladi. Bu pechat bo'lgandan keyin ikkinchi etapga o'tiladi. Birinchi etapda уже ikkinchi qavatga yopishtiriladi, laminatsiya qilinadi. Laboratoriyaga kiradi. O'ta laboratoriyada 3 ta narsa tekshiriladi. Birinchisi plyonkani treniyasini tekshiramiz, keyin skajjeniyasini tekshiramiz, apparatdan sirpanishi, va paykasini tekshiramiz. Чтобы ertaga klientga borgandan keyin paykasi muammo bo'lmasligi uchun. Bu 3 ta tekshiruvdan o'tgandan keyin ushbu zakaz yopilinadi. Keyin u sushkaxonaga ketadi. Butun quritiladi, o'zini определенный vaqti bor. Undan keyin reskaga beriladi. Reskada kesiladi. Kesilgandan keyin o'takadan o'tgandan keyin omborxonaga kiradi. Bitta zakaz tushdi, bitta qancha vaqt ketadi o'rtacha? Hop, tayyor mahsulot bugungacha hozirgi kunda 10 kundan 15 kungacha vaqt ketyapti. Endi nimaga 15 kun davomida? Boya aytib o'tganimdek, производствоda bo'sh o'rin bor ishlab chiqarishga, lekin tirajlarimiz unaqa katta bo'lmagani uchun hali загруженный rostlanmadi. Nimaga? Chunki bitta klient o'rtacha bitta zakaz berganni 1 tonna beradi. Nimadandir 5 tonna beradi, nimadandir 10 tonna beradi. Biz 100% uspevaymiz ulgurishimiz uchun har bitta tirajni qo'yganimizda eng kamida pechatdan o'zi 2-3 tonna urishimiz kerak bo'ladi. Shuni hisobiga загруженный olib qolganimiz hisobiga bu protsessga hozirgi kunda 15 kuncha vaqt ketyapti.